Do'stim, siz tush ko'rmayapsiz. Bu haqiqat. Rostdan ham narxlar shunaqa arzon. Chunki bizga kelgan mashinalarni biz o'zimizda savdolashib, maksimalli narxini arzon qilib pastga tushirib, ustiga 1 so'm qo'ymasdan sizlarga taqdim qilyapmiz. Egalari nomerini qo'yyapmiz. Primoy o'zingizlar borib sotib olasizlar. Sotayotganlar ko'rishyapti. Xudo xolasa bu narsani to'xtatmaymiz. Sizlarga foydali bo'lishi uchun qo'limizdan kelgan harakat qilamiz. Hozir ko'rsatadigan juda ham arzon mashinamni haqiqatdan ham arzonligiga o'zingizlar ishonch komil qilasizlar. Hyundai Creta 2020-yil, kraskasi top-toza, avtomat korobka. Birinchi yoki ikkinchi pozitsiya adashmasam, lekin shu pozitsiyani o'zida bor narsalar GM ko'p mashinalarda yo'q, bilasizlar. Oilalar boshqaruvi, konditsioner, Tiptronic, abagrev, xullas va hokazo zamonaviy mashina har holda 20-yil, holati cho'tki turibdi. Ayol kishi haydagan ekanlar. Pradagi 86 ming hali bo'lmagan. Mashinani hech qanaqa texnik ishi yo'q. Melchovkasidan 4 ta svechani alishtirib, injektor chaydirsanglar bo'ldi menimcha. Bemalol ustingizga olib borib ko'rsatib, tekshirtiraverasizlar. Mashina yengilligida qanaqa bo'lsa, o'shanda turibdi, hech qanaqa o'zgartirilmagan, olingan, ehtiyot qilib haydalingan.